Ramazon boshlanishi bilan butun e'tibor sionistlar falastinliklarga kirishni cheklagan Aqso masjidi va okumentlarning bosqini sababli oxirgi haftalarda ko'p tilga olingan G'azo hududidagi Rafah shahriga qaratildi. Al Jazeera kanalining xabar berishicha, Isroil bosqinchilari Ramazonning birinchi kechasi xufton va tarovih namozlarini ado etish uchun kelgan falastinlik musulmonlarga Masjidi Aqsoga kirishga ruxsat bermay to'sqinlik qildi. Falastin ommaviy axborot vositalarining xabarlariga ko'ra, Isroil politsiyasi tarovih o'qish uchun Masjidi Aqsoga kelgan musulmonlarni urib-tepib, quvib haydadi. Masjiddan quvilgan musulmonlar cheklovlarga qaramay namozlarini Quddus shahrining tor ko'chalarida ado etdilar. Mana bu esa anklavdan boshpana umidida 1,5 million falastinliklar to'plangan va bosqinchilar bu yerda Hamas jangchilari bor degan da'vo ostida hujum bilan tahdid qilgan Rafah shahridir. Og'ir sharoitlarga qaramay shahar aholisi birinchi tarovih namozini Isroil tomonidan buzilgan Faruq masjidining xarobalari orasida ado etdilar. لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.